ishing bo'lajak menga. Voy, sizdan issiq o'tmaganmi? Yo'q. Jidapidan tagidan chiqib ketmaganmisiz? Yo'q. Bo'lmasa shunday chiroyli suqsurdek bola. Qanday mana tushman qizimga ilakishib qoldingiz? Men taqdir ekanda. Taqdir emas bo'lmasa mana usulqov sizni aldab bir nima yedirib qo'yganda. Ayyo! Qizimga uylansangiz shartlarim. Birinchidan, qizimning gapiga kirib, siz alohida chiqib olmaysiz. Kelin degan kami 20 yil qaynonani xizmatini qilish kerak. Ikkinchidan, qalin puli bermaysiz. O'zi xarajat ustidasiz. Uchinchidan, haftasiga kamida bir marta jo'ralaringiz bilan toqqa choyxonaga borib dam olib kelasiz. Men qo'limdan chimchiladi. Tushunmas o'ngimku. Kelin degan tayyorga borish shart emas. Birga ishlab erishasizlar. Keyin meni burnim gartakkina uzunda. Oilangizga burnimni tiqishga yo'l qo'ymaysiz. Agar shularga rozi bo'lsangiz, mana uchichi qizim sizniki. Kuylang burishini bermakka ishlab olaydi. Voy, mendek chiroyli qizlar kamda, shung'ami? Evel, seni challat qilyapti. Seni onangdagi qaynonalar qirilib ketgan. Ashimni. Voy, shot keldi. Men to'lab keling. Voy, qaydan chiqqan zakon shu? Hamma o'z-o'ziga to'laydi. Rahmat, enajon. Erkak kishining onasi bitta bo'ladi. Endi bizni sharoitga qarab opami, xolami dura. Onasini emsin. Nima deysiz?